Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Asaka tumani Xonaqima fayilamiz. Adashmasam bu yerga bir 10 kun ham oldin kelgandik. O'sha obunachimizni jiyanlarinikini o'rnatib bergani kelganmiz. Bu yerga jami 3 ta eshik, 3 ta rom olib kelib o'rnatib berdik. Ko'rishlaring mumkin. Bitta romi ichkarida. Bir qator razmerlar bilan tanishtirib o'taman. Javohir eshigini yopib qo'ying. 120 ga balandligi 240, tashqariga chap tomonga ochiladigan bo'lgan. Ayniklari 2 qavat, oqqa qora holatda, profillari alyumin aldoksi 1 redpen profilida bo'lgan. Qora aynik cho'tki turibdi. Bo'lgan sari ushga kiryapti bu ham. Ochilib yopilishlari, ruchka zamoylari Graf firmasiga tegishlik. Rezinkalari 5107 bosma rezina SPS. Ziyodatchasi soqolidan ko'rishlaring mumkin. Ichkaridan yopilishi. Uyning ichini ancha sezilarli darajada salqin ushlab beradi qora aynik. Endi ufga kiryapti. Aniqrog'i trendga chiqaryapmiz. Xo'p, romimiz 2.10 ga balandligi 1.70. 4 ta ko'zli qilib berganmiz. O'rtadan ikkitasini ochiladigan qilib berganmiz. Ochilishda bittasiga so'lujni mexanizm joylashtirib berganmiz. 30 lik poligonni qo'yilgan. O'zi asli joyda romi o'rni uzr ancha baland edi. Adashmasam 1.85 mumkin shunaqa edi. Klient o'zini talabiga binoan 1.70 ga qisqartirib berganmiz. Xo'p, 30 lik poligonni qo'yilgan redpen plasdan bu ham. Ruchkalari akfa logotiflari bilan bu обычный ochilishi. Bu so'lujni mexanizm. Bu yerga общий ikkita so'lujni mexanizm qo'yganmiz. Hamma so'lujni mexanizm qo'yilgan joyga maskni setka ham qo'yib berganmiz. Aylantirib penalargacha sepib berganmiz. Fotogonnik ikkita ochilish, 2 qavat aynik oqqa qora holatda bo'lgan. Keyingi eshigimiz 80 ga balandligi 240. Bu ham tashqariga ochiladigan bo'lgan, tashqariga o'ng qo'l tomonga. Yonidagi eshigimiz 1.15 ga balandligi 240. Bu ham tashqariga o'ng qo'l tomonga ochilgan. Qulflanishi, ochilib yopilishi. Ichkaridagi romimiz razmeri 1.40 ga balandligi 1.70. 3 ta ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladi. Mana shu ochilishga ham so'lujni mexanizm qo'yib berganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Bunda ham maskni setka bor. Qulflanishi. Juda ham cho'tki holatda ishlaydi. 30 lik poligonni qo'yib berganmiz. Poligonnida oldiga 5, ikki yoniga 5 dan chiqarib berganmiz. Xo'p, bu romimiz 1.30 ga balandligi 1.70, 3 ta ko'zlik, o'rtadan bittasi обычный holatda ochiladi. Bunga ham poligonni qo'yib berganmiz. Aynaklari 2 qavat holatda bo'lgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 1.30 ga 1.70 poligonniga 2 qavat aynik, aytaylik aynida 1 qavat rangli bo'lsin. Oddiy ochilishda 1.400 ming, 1.500 ming so'm atrofida chiqadi. So'lujni mexanizm qo'shiladigan bo'lsa, 150 mingdan 200 ming so'mgacha raytsi beradi. Xo'p, eshigimiz 1.20 ga balandligi 240, 250 gacha bo'lgan razmerlari. 2.500 ming, 2.400 ming so'm. Mana shu holatdagi fasonida. Bu holatdagi romimiz 4 ta ko'zlik, 2 ta ochilish, bittasida so'lujni mexanizm 2.200, 2.300 ming so'm atrofida chiqadi narx. Plasda. Xudo xolasa, shu bilan bugungi obyektimiz o'z nihoyasiga yetdi. Olib kelib o'rnatib ishlarni topshiryapmiz. Xo'p, общий summasi 11.400 ming so'mga tushdi akamizga. Olib kelib o'rnatilishi, kafolati, garantiyasi hamma yo'g'i bilan. Qubbokifani kuzatishda davom eting. Qubbokifada bo'lmaslar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.